Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq qarindoshlar, hammalarga Allohning salimi, mag'firati, barakati bo'lsin. Cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz qarindoshlar. 53 cho'ng gunoh musulmonlarga azor berish va ularni haqoratlash. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo sura Ahzobning 58-oyatida mundoq deydi: Mümin erler ve mümin ayollarga kılmağa işlerini çaplap ularını rencitidiganlar şu böhtanını ve roşan günahını üstüge artıp alganlar boludu dedi. Onun başka sure Hucurat'ın 11. ayetinde Allah Teala mundaq deydi: Ey müminler, bir kavim yani bir kavimni yani bir cemaat yani bir cemaatni bir adam yani bir adamni mesxire qilmasin. Mesxire qilingan qavm Allohning nazarida mesxire qilguvchi qavmdan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Sizlarning oranglardagi ayollarni o'zaro mesxire qilishmasin. Mesxire qilinguvchi ayol Allohning dargohida mesxire qilguvchi ayollardan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bir-biringlarni ayblamanglar. Bir-biringlarni yomon laqab bilan chaqirishmanglar. İmandan keyin psiqi bilan atash, ya'ni müminni fosiq deb atash nima degan yomon? Bundaq nahiy qilingan ishlardan tavba qilmaganlar zolimlardir deydi. Alloh taolo yana Hujuratniki sura Hujuratning 13-oyatida mundaq deydi: Müminlarning aybini izlamanglar, bir-biringlarning g'aybatini qilmanglar. Mana bu yuqorqi oyatlarda, Qur'oni Karimdagi oyatlar bu oyatlarda Alloh taolo ey müminlar deydi. Shart bu. Shart. Birinchi oyatda mümin erlar va mümin ayollarga qilmagan ishlarni chaplab, ularni ranjitmanglar, ularga tuhmat qilmanglar. Agar unda qilsanglar, o'zingizning ustiga otib olgan bo'lsa, shu tuhmatni deydi. İkinci ayette mi? Ey müminler deb başlayatır. Üçüncüsü de mi? Müminlerin eybini izlemanglar dedi. Bu şart müminler. Müminlerge tuhmat qilma, müminlerini tillama, eybleme, onun eybini izleme, ularni mesxire qilma. Şu mesxire qılınğıçılar Allah'ın dergahida mesxire qılgıçılardan yaxşı bo'lishi mümkün deydi. Şununla bu işlerden özümüzne tartışmamız gerek, bundaq işlerini terk qilishimiz gerek. Müslümanlara azar berish, Müslümanlarni, mümin Müslümanlarni haqorat qilishdan niyat turishimiz gerek. Lekin cemiyetimizde hozir bunday ishlar intayin ko'payib ketdi. Özünü takva gösterdiğin riyaxorlar köpüyüp ketdi. Başkalarını töven gördüğün, töven çürüdüğün, başkalarını eybini acıdığın, qanday qilsam başkalarını yaman qilib köstümen deb kecha gündüz tirmishib, başkalarını qusur izleydiğin, qo'lida zodi yo'g'on bir sunmas po'latdan yasalgan ko'lg'ishdan birini tutib, to'xtamay ko'laydigan insonlar ko'payib ketdi. Allohning dargohida hisob berolmaydi bular. Hisob berolmaydi. Şununla kardeşler, bunda adamlarını köygen çağda nasihat kılıp, sen başkalarını hakaretleme, başkalarının ayıbını açma, başkalarına töhmet kılma deb agahlandırsak olur. Eğer onda kılmay, ya ki cim tutsak, ya ki şunu desteklep, şunun yenide kol kanat boğup versek, kıyamet günü şununla okşaş bir dost burader, okşaş kavimdeki adam bulunmuş kardeşler. Şuna dikkat kılaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq deydi: Kıyamet günü Allah'ın nazarında kişilerin en yamini kişiler onun yamanlığından korkup terk etken kişiler. Birlikte geliriz. Kıyamet günü Allah'ın nazarındaki kişilerin en yamini bu dünyada kişiler onun yamanlığından korkup kaçkan adamlar. Kaçkan, aşındaq yama adamlar kıyamet günü Allah'ın nazarında en yama adam buldu deydi. Birlikte hadis bu. Şununla başkalarının aldığında yaman tesir verişten, başkalar sizden kaçırgan buluştan korksanız oldu. Korksak oldu arkadaşlar.
boshqalar tuhmat qilib, boshqalarga yomon ko'rsatib, tuhmatlar, fitna fasodlar orqali yomon ko'rsatib qochirib o'tish emas. Undaq ishni qilma deydi. Undaq ishni qilma. Sen shunday qilgan odam Allohning nazarida seningdan yaxshi bo'lish mumkin deydi. Shunday qilib qochirib o'tgan odamlar emas, o'zi yomon ishlarni qilib, o'zi yomon odatlarni qilib, o'zi boshqalarni beguna ayblab, boshqalarning aybini ichib, boshqalarning nuqsonlarini izlab yuradigan shu qilmishlari orqali boshqalar undan qochadigan yomon odamlar qiyomat kuni Allohning nazarida eng yomon odamlar bo'ladi deydi. Yana bir hadisda bunday deyilgan: har qanday musulmonga yana bir musulmonning qinini to'kish, melini ilib olish va obro'yini to'kish haromdir. Haromdir. İmam Muslim, İmam Abu Davud, İmam Tirmizi, İmam İbn Majah ve İmam Ahmed rivayet kılan sahih hadis. Sahih hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunday dedi: bir Müslüman yani bir Müslümanın qerindishidir. Şuna o onunğa zulüm qilmaydi, onu qiyin ahvolga tashlab qo'ymaydi, masxar qilmaydi. Birovning Müslüman qerindishini masxar qilishi uning uchun yetarli yomonlikdir. Birlikka hadis. Bir adamning Müslüman qerindishini masxar qilishi uning gunohlariniki yetarligi shu deydi. Eng cho'ng bir yomonlikni qilgan bo'ladi deydi. Shuningga qarindoshlar boshqalarni masxar qilishdan o'zimizni nera tutishimiz kerak. Musulmonni tillash fosiqlikdir, uni o'ldirish kufrlikdir. Musulmonni tillasa fosiq bo'ladi, uning gunohi ig'ir bo'ladi. Bir musulmonni o'ldirsa kafir bo'ladi deydi. Kafir bo'ladi. İmam Buxoriy va İmam Muslim rivayet qilgan sahih hadis. Sahih hadis. Shunga qattiq diqqat qilish kerak shunday ishlarga. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bunday rivayet qilindi. Bir kishi: "Ey Allohning payg'ambari, falonchi ayol kechasi namoz o'qiydi, kunduzi ro'za tutadi. Biroq tili bilan qo'shnisiga azor berdi" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningda yaxshilik yo'q, u do'zax kirdi dedi. İmam Hakim va İmam Ahmed rivayet qilgan hadis. Mana bu hadis islom olimida mashhur hadis. Uningga tutgan ro'zasi, o'qigan namozlari bekor o'qildi, qo'shnisiga azor bersa. Qo'shnisiga azor berishning cho'ng gunoh ekanligini o'rganib o'tgan biz. O ayol garchi ibodatni yaxshi qilgan bo'lsa-mu, shu qo'shnisiga azor berganligi uchun uning do'zax kirganligi bu yerda bayon qilinadi qarindoshlar. Bayon qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi: kimki bir kishiga kufrni nisbat berib chaqirsa yoki ey Allohning dushmani desa, agar u kishi shundoq bo'lmagan taqdirda bu so'z uni qiluvchining o'zi qaytadi. İmam Muslim va İmam Ahmed rivayet qilgan sahih hadis. Shuningga boshqalarni begadimikaga kafir, munofiq, Allohning dushmani deb atash, ochig'ini deb qo'ydim degan bilan u mo'rdagi farishtalar yezib Lavhul Mahfuzga qiyomat kuni ko'tarib chiqargan gap. Shuningga bundoq gap so'zlar intayin xatarli ishlar, xatarli gaplar. Bunday ishdan o'zimizni neret tortishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bunday dedi: Miraj kechasi bir qavmning yenidan o'tdim. Ularning mistin tirnoqlari bo'lib, uning bilan yuzlarini ve maydlarını tatılaydı. Men Cibril, bular kimler deb sordum. Cibril aleyhisselam, bular insanların göçlerini yiyen, yani g'aybat qilgan ve insanların obro'yiga til tekkizgan kishilardir deb javob berdi. İmam Abu Davud, İmam Ahmed rivayet qilgan, Albani sahih degan sahih hadis. Bu hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aqsaga bir keçide yetkizilib, bu yerdan
Allah'ның dergahıga көтерілген çağda, arşiga chiqqan çağda ko'rganlarini so'zlab bergan, ya'ni Jibril alayhissalom bilan arşiga chiqqanda ko'rganlarini so'zlab bergan hadis. Sahih hadis. Mana bu yerda insonlarning go'shini yeganlar deb g'ayvat qilgan va insonlarning obro'yiga til tekizgan kishilarni nazarda tutyapti. Mana shunday ishlardan o'zimizni ner tutishimiz kerak. Agar unday ishlarga duchor kelib qolsak, vaqtida qiyomat kuni buni hisobi ig'ir bo'ladi qarindoshlar. Musulmonlar orasidagi munosabatni buzishdan va hayvonlarni bir-biri bilan so'qishtirishdan ogohlantirish to'g'risida. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi. Shayton Arab yerim orlida namoz o'qiydigan musulmonlarning o'ziga cho'qinishidan umidini uzdi, ammo ularning orasini buzishdan umidini uzmadi. Mana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning u vaqtida shayton shu yerdagi namoz o'qiydigan musulmonlarning o'ziga cho'qinishidan umidni uzgan. Chunki butun Arab yerim oralidagi musulmonlar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning keyindan agashganligi uchun shayton ularni o'ziga cho'qinishga bo'ysundirolmagan. Ammo ularning orasini buzishni umidni uzmay, cho'qim orasini buzib o'taman deb niyatni qilib harakatni davomlashtirganligi bayon qilinadi. Boshqalarningki orasini buzishning o'zi shaytonning qilmishi ekanligi bu yerda bayon qilinadi. Ikki kishining orasini buzib, birining ko'nglini yerim qiladigan, gapni to'shaydigan har qanday kishi chiqimchidir. Unda kishi insonlarning eng askisi bo'lib, shaytonning askiridir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarga sizlarning oranglardagi eng yomon kishilarni aytib beraymi deganda, ular shunda qilgan Allohning payg'ambari dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlarning yomoninglar gap to'shib chiqimchilik qiladigan, do'stlarning orasini buzadigan, yaxshilarning kamchiligini izlab yuradigan kishilardir dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bunday dedi. Chiqimchi jannatga kirmaydi. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Tirmizi, Abu Davud, Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Chiqimchi insonlar yoki do'stlar va yoki ikki kishi orasida palonchi seni undaq dedi, bokonchi seni mundaq dedi deb qarshi tarafning ko'ngliga azor beradigan, o'tirda dushmanlik paydo qiladigan so'zlarni to'shaydigan kishidir. Ammo biror foyda manfaat ko'zda tutilganda, masalan, biror yomonlikning yuz berishining oldini olish uchun gap yo'tkisa gunoh bo'lmaydi. To'qi so'qishtirish, qo'shqa so'qishtirish, ishtalashtirish qatorliqlarga o'xshash hayvonlarni bir-biri bilan so'qishtirish haromdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday ishlarni qilishni to'sgan. Shuna kimki bu ishlarni qilsa, Allohga va uning payg'ambariga osiylik qilgan bo'ladi. Ayolni eriga qarshi, qulni xo'jayiniga qarshi buzishmi haromdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda bunday degan. Ayolni eriga, qulni xo'jayiniga qarshi buzgan kishi la'natlanguchidir. Imom Abu Davud, Imom Ahmad rivoyat qilgan, Albani sahih degan hadis. Shuningga bunday ishlardan o'zimizni neroq tutishimiz, qiyomat kuni azobga duchor bo'lmaslik uchun bunday ishlarni tark etishimiz kerak. Kishilar orasidagi munosabatni yaxshilashga rag'batlantirish to'g'risida Alloh taolo Sura Nisoning 114-oyatida bunday deydi. Ularning yoshirin suhbatining to'lisida xayriyat yo'qdir. Faqat sadaqaga yoki yaxshilikqa yoki kishilarni aplashtirishga amr qilgan kishilarning yoshirin suhbati buningdan mustasno. Kimki u ishlarni Allohning roziligini tilash yuzasidan qiladi ekan, unga buyuk ajr ato qilamiz. Mana yaxshilikqa da'vat qilgan, yomonlikdan to'sgan kishilarga Alloh taolo buyuk ajr ato qilganligini bayon qilyapti.
Mücahit bu oyatning tafsirida bundoq deydi. Bu oyatning hukmi barliq insonlarga umumyuzlik qartilgan. İnsanlarning o'zaro bir-biriga yaxshilik qilishi, bir-biri bilan pichirlashgan so'zlari va yo'shirin qilishgan gaplarda hech qanday yaxshilik yo'q. Hech qanday yaxshilik yo'q. Faqat yaxshi ishlar uchun pichirlashgan va yo'shirin qilishgan so'zlari buningdan mustasno. Buning dalili faqat sadiqa qatorliq yaxshilarga amr qilgan degan oyat dalil bo'la oladi. İbn Abbas radhiyallohu anhu yoki yaxshilikqa amr qilgan degan oyatning tafsiri to'xtalib, sizlar rahim qilish va Allohga taat ibodat qilish haqida pichirlashish yaxshilikqa amr qilganlik bo'ladi. Yaxshi amallarning hammasi yaxshilik hisoblanadi, chunki uni aql qabul qiladi degan. Alloh taolaning yoki kishilarni aplashtirishga amr qilgan kishilar, bunday kishilarning yo'shirin suhbati buningdan mustasno degan so'zga kelsak, bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning targ'ib qilgan ishlardan bo'lib, Abu Ayyub Ansari radhiyallohu anhuga sana sen uchun qizil tugidimmi, yaxshi sadiqa yo'lni ko'rsatib qo'yaymi degan edi. Abu Ayyub Ansari radhiyallohu anhu albatta ey Allohning payg'ambari degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam insonlarning orasi buzilsa sen ularni isloh qilgin, ular bir-biridan yiroqlashsa sen ularni yaqinlashtirgin degan. Yana bir hadisda bundoq degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, gap to'shuvchilarningki yaxshi gapni yo'tkab yoki yaxshi so'z qilib insonlarning orasini aplashtirgan kishi yolg'onchi emas. Birlik kelgan hadis. Ümmü Külsüm radhiyallohu anha mundoq deydi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning insonlarga buni 3 ishdan boshqa ishda yolg'on so'zlashiga ruxsat berganini anglab boqmadim. Biri urushda, ikkinchisi insonlar orasini aplashtirishda, uchinchisi erning ayolning eriga oilasi buzilib ketmasligi uchun yolg'on so'zlashi joizdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: namoz uchun yo'l menish, ikki kishining orasini aplashtirish va musulmonlar orasidagi yaxshi axloqdan afzal amal yo'q. Bu hadisni Munziri Targ'ib va Tarhib nomli kitobida bayon qilgan Albani sahih degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: kimki ikki kishining orasini isloh qilsa, Alloh uning ishini o'ngishli qiladi. Yarashtirish uchun so'zlagan har bir so'zning badaliga bir qul ozod qilganning savob berildi va manziliga burunqi gunohlari afv qilingan holda qaytadi. Bu hadisni Munziri Targ'ib va Tarhib nomli kitobida bayon qilgan. Şuna qarindoshlar, musulmonlarga azor berish va ularni haqoratlashdan, mo'min musulmonlarning aybini izlashdan, izzat obro'yini to'kishdan neri turaylik. O'zimizni tortaylik. Kishilar orasidagi munosabatni yaxshilashga boshqalarni rag'batlantiraylik. Shu orqali Allohning dargohiga borganda savob ilib, ajrlarni ko'p ilishga tirishaylik. Darslarimizni Alloh taolo manfaatli qilib bersin.